Assalomu alaykum China Motors muxlislari va Jak Qo'qon obunachilari. Xudo xolasa biza podzakazga ishlash davom etmoqda. Ya'ni BYD Champion Smart 2025 imiz yetib keldi. Xudo xolasa podzakaz orqali xudo xolasa inshaalloh ertaga nasib qilsa egalari kelib olib ketadi. Do'stlar, mana o'sha yangicha o'zgargan liderlari bilan 50 kameralari yonlarida, 25 sakka diskalarda. Вообще. Xullas, men gapirmayman, просто tomosha qilasizlar. Xullas do'stlar, abduf, abagrev, rul, abagrevlari, palasi udержания, cruise control, xullas hamma narsa bor. 360 bas bo'ladi o'zi, 500 necha ham bo'lsa kerak, yana bilmadim. Xo'p. Mana orqalari. Ko'rib turibsizlar, parogi, poliga, o'zini zaryadniga ili paroglari. Ya'ni parogi bonus sifatida kelgan. Mana o'sha orqalari. Ashi Hercules. Mazza qilib minadigan mashina. Xudo xolasa bitta like qizartirib qo'yasizlar. Hammaga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, do'stlar, yana kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa Jak Qo'qon, ya'ni China Motors Qo'qon filialida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.